Hop, davom ettiramiz. 62-misol. Mabodo videoda uni kichkina ko'rinadi-yu. Birinchi kачествоni ko'tarib olasizlar, keyin yaqinlashtirib qaraverasizlar. Tushunarlimi degan? Videoda kачествоsi xira ko'rinsa, kачествосini ko'tarib olasizlar. Bilasizlar, hamma bilan? Ha? Mana настройка degan joyni bitta bosasizlar. Keyin tagida haligi bor. Sifat degan joyi bo'ladi. Sifatiga bossalaring, internetlaringiz zo'r ishlasa 2160 gacha ko'rsatadi. Va sizlar 180 pikselda ko'rasizlar, o'shani 2160 gacha ko'rsatadi bu. Juda tiniq degani. Faqat internetlaring yaxshi ishlashi kerak. Bu 2160 da ham ko'rsatadi. Tushunlang? Sifati tiniq ko'rsatadi demoqchiman. Yaxshi. X, Y 35. 35 bo'lsa x va y ga tub sonlarni tanlang deyapti. Tub sonlar 7 kara 5. 7 ham 5 ham tub, to'g'ri? Masalan x da 5 deb olsak, y ni 7 yoki teskarisi x 7 deb olsak, y da 5 farqi yo'q. Tushunlangmi? Yaxshi. Keyingisiga o'tamiz. X plus y degan 64. X plus 7. X plus Y teng 20. 64 aytinglar. 20. X plus Y Teng 21. Xo'p. Tub son tanlashimiz kerak. Xohlagan son tanlab olmanglar. Tub bo'lsin. 19 bilan 2. Malades. 19 ga 2 ni qo'shsak? Zo'r. Demak, bittasini 19 deb olamiz. Bittasini 2 deymiz. Tushundiga? Yaxshi. 2 tub sonmi? 19chi? Bo'ldi. Javob chiqdi. 66. 66-sida aytyapti. To'g'ri to'rtburchak bo'yi va enining uzunliklari tub sonlar bo'lib, perimetri 26 birlikda bo'lsa, uning yuzini toping debdi. Birinchi to'g'ri to'rtburchak chizamiz, qaranglar. Chizib olamiz. Buni shoshmasdan ishlaymiz, tushunlarga. To'g'ri to'rtburchak bor. Mana ikkita tomoni masalan A dan desam, bu ikkita tomoni B dan bo'lam va shularning yig'indisi nimaga teng deyapti? 26 ga. Qarab turinglar. P barobar ikkita A bor bizda. Ikkita B bor, to'g'rimi? Kecha birinchi darsimizda o'rgangan 2 ni olib chiqsak bo'ladi. Ichkarida A plus B bo'lib qoladi. Formulasini topib oldikmi? O'zi umuman misolda perimetr nechi deb bergandi? 26 mi? Demak, mana bu ifodani 26 ga teng deymiz mana. Ikkita A plus B perimetrga tengmi? Perimetr 26 ga tengmi? Demak, bu ham 26 ga teng degan qoida bo'ladi. Bir-birini o'rniga qo'yib ketaverasiz. Sizlarga ham o'rgatgan, mana o'ringa qo'yish. Yaxshi. Mana bu, mana yerda ko'paytirib bo'lsa, bu yoqqa nima o'tadi? Bo'lib o'tadi. A plus B shunda 13 bo'ladi. 26 ni 2 ga bo'ldik. Yo, mayli, oldinlab ketmaymiz. Mana shu joygacha hamma tushundimi? Hamma tushundi? 9 bilan to'g'ri bo'lmaydi. Tub sonlardan iborat bo'lsin, deyapti-yu. A bilan B ga ikkita tub son tanlaymiz. Necha ekan Behruz? 11 bilan 2. To'xtanglar. Mana buni 2 deyin. Buni 11 deyman. Shunda sal mantiqqa to'g'ri keladi. Bo'ldi. Savol yo'qmi bu bo'yicha? Yaxshi, keyingisiga o'tamiz. 68. To'g'ri to'rtburchak. To'xtanglar, buni yuzini toping degan. Yuzini topmamiz. S barobar yuzani topish formulasi A ko'paygan B. S barobar 2 kara 11. 22 birlik. Savol yo'qmi? Yuzani ham perimetrni ham bilib oldik. Yaxshi. To'g'ri to'rtburchak bo'yi va enining uzunligi tub sonlar bo'lib, yuzi 51 bo'lsa, uning perimetrini toping. Endi yuzini beryapti. Perimetrini o'zimiz topishimiz kerak ekan. Chizib olamiz boyaginday. Mana. To'g'ri to'rtburchak bor. Masalan, bu tomon A, tomon B, bu yoq ham A, bu yoq ham B. S yuzani bizga 51 deb beryapti. Perimetrini toping deyapti. P barobar nima edi formula? 2 kara A plus B edi. Biz A bilan B ni topishimiz kerak. S yuzani formula, yuza topish formula A ko'paygan B midi? Yuza bizda nimaga teng? Demak, A ko'paygan B ham
51 ga teng. Necha kara necha 51? Ikkita tub son. 3 kere 17. 3 kara 17 to'ppa-to'g'ri. Kim tushunmadi? 3 kara 17 51 da beradi. To'g'rimi? Demak, bitta tomoni 3, bitta tomoni 17. A va B bo'lsa, shuni o'rniga olib borib qo'ysam bo'ladimi? Perimetr topish uchun P barobar 2 kara 3 qo'shilgan 17 barobar 2 kara 20 teng 40 ekan. Savol bormi? Bir-biridan topishni o'rganyapsiz. Ma'ruf tushunyapsanmi yo'qmi? Yaxshi. 70 to'rtburchak bo'yi va enining uzunliklari tub sonlar bo'lib, yuzi 143 bo'lsa, uning perimetrini toping. Bunday xuddi shuni, faqat endi 143 deb beryapti. 70-misolda. Ha, 143. Necha karadir, necha kara bo'ladi hozir? Sizlar qidirib turinglar men chizginimcha. 143 necha kara nechiligini? 7 kere 19. Xo'p. Yuzasini aytyapti. 143 deyapti. Biz bo'linish qoidalarini o'rgandikmi? Toq o'rindagi raqamlarning yig'indisi necha? Juft o'rinda turgan. Ayirmasi 0 chiqsa nima bo'lardi? 11 ga bo'linadi. Demak, bu 11 ga bo'linadigan son. 13. 11 kara 13 yashanglar. Demak, A tomon ham B tomon ham topildimi? A tomon 11, B tomon 13. Shuni perimetrini toping deyapti. Topa olamizmi? 2 kere. Hozir buni hamma tushundimi? Yaxshi. 2 kere 11 P barobar 2 kara A plus B. 2 kara A ning o'rniga 11, 13, 24. 2 kara 24. Savol yo'qmi shu yergacha? Hamma tushundi-ya buni? Zo'r. Endi keyingisiga o'tamiz. A plus 2, A minus 1 ifodalarining har biri tub son deyapti. A natural son va u A ni toping deyapti. Hop, 72 mana shu yerga yozaylik. Qarang, endi ozgina tanlash yo'lidan foydalanamiz. A plus 2 ekan, A minus 1 ekan. Ikkalasi ham tub son bo'lishi uchun A ga nechini qo'ysak bo'ladi deb. Qaranglar. 1 ni qo'ysak nima bo'lib qoladi? Mana bu 0, 0 tub emas. Hozir 2 ni qo'ysakchi 1 bo'lib qoladi. 2 ham tub emas. 2 dan kattasini olamiz. Tushunlanga nima demoqchiman? 3 ni qo'ysak 3 dan 1 2. 3 ga 2 o'xshadimi? A teng nima ekan? A teng 3. 3 qo'yganimizda bo'ldi. Yana qidirib ko'ramizmi? Masalan 4 qo'ysak 6 bo'lmaydi. 5 qo'ysak 4 bo'lmaydi. 6 ni qo'ysak 5, 8 bo'ldi. A teng 3 bo'ldi, yetadi. Qolgani shart emas. Hamma tushundimi? A teng 3 ligini? Yaxshi. Xo'p, qaranglar. Keyingisi 74. A va A taqsim 5 plus 2. Mana shu ikkala son ham deyapti. Tub son deyapti. A ni toping deyapti. Qaranglar nima ish qilamiz. Mana shu son tub son bo'lishi uchun A 5 ga bo'linadigan son bo'lish kerakmi? Birinchi nima qo'yib ko'raman? 5 qo'yib ko'raman. Katta sondan boshlamaymiz. Eng kichigidan boshlaymiz. Tushundingmi? 5 ni 5 ga bo'lsam 1 ga 2 tub bo'layaptimi? Mayga 5 qo'ysam tubmi? Demak, A teng bo'ldi. Tugadi misol. Tushunlanga? Qolgan katta javoblar olsalang murakkab bo'lib ketib qoladi. 76. Xo'p, 76-ni aytyapti. A raqami qanday qiymatlarda shu son 3 ga bo'linadi? 54 A 47. Mana 54 A 47. To'ppa-to'g'ri. Boya o'rgangandik. Raqamlar yig'indisi 3 ga bo'linsa, bu son 3 ga bo'linadi. Bunga buni qo'shsak 9 11 mi? 11 ga qisqasi jami 20 mi? 20 ga nechini qo'shsak 3 ga bo'linadi? 1 Yo'q. Keyin 3 ta tashlaysizlar. To'g'ri, yana 3 ta tashlasak 7. A teng 1 4 Hamma tushundimi? 1 4 7 ni qo'ygan 3 ga bo'linishini? Yaxshi. Yaxshi.
78. 78 aytyapti. A raqamni qanday qiymatlarda yig'inda 3 ga bo'linadi, deyapti. 7321. 7321 Plus qo'shilgan A 43. Mana shu son 3 ga bo'linsin, deyapti. Yig'indisi. Tushunlanga nima bo'layotgan? Yaxshi. Endi qaranglar, 2 xil, 3 xil usuli bor. Qaysi birini ko'rsatsam ekan sizlarga? Mana qaranglar. Birinchisi 7321 qo'shilgan A 43. Bunga buni qo'shsak 4. Bunga buni qo'shsak 6. Bunga buni qo'shsak A plus 3. Yo'q, ko'paytirilmayapti, qo'shilyapti. 3 deya olmaymiz. Ko'paytirilsa 3 deymiz. Qo'shilyapti. Qanaqadir A plus 3 degan son bor, tushunlang? Bu 7. Mana shunaqa son hosil bo'ladi. Tushundingmi? Hozir endi A ga tanlash yo'li bilan topamiz. Tushunay? Masalan qaranglar. Hozir 1 ga 3 ni qo'shsam 1 plus 3 4 mi? 2 ga 4 ni qo'shsam 2 qo'shilgan 4 6 mi? Ha 3 ga A ni qo'shsam 3 qo'shilgan A nechidir-da? Endi A ga bitta raqam tanlab ko'ramiz. Tushunlarmi? Mana yozamiz. A ga 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Hammasini qo'yib ko'ramiz. Masalan 0 ni qo'ysak, mana shu songa 0 qo'ysak 0 ga 3. Demak bu son 7364 bo'ladimi? Mana A teng 0 da 7364. Yig'indi nima bo'ladi? To'g'ri kelmaydimi? Bo'ldi. Xo'p. A teng 1 da. Shunday 1 da olib kelib qo'shsak 4 mi? 7464. Bo'ladimi? Bo'ladi. A teng 2 bo'lmaydi, 3 bo'lmaydi, 4 bo'ladi. 4 da olib kelib qo'ysak 7764. Keyin 7 ni olamiz. To'g'ri keladi, ya? Yo'q, 7 ni olsak, endi qaranglar. Shoshmay turing. 7 ni olsak mana 10 bo'ladimi? 0 bo'lib, menga 1 dil berishimizga to'g'ri keladi. O'sha joyga ehtiyot bo'lishimiz kerak. Tushunlang? Yo'q, 7 ni olib ko'ramiz. Faqat 100% to'g'ri keladi deganimiz. Chunki hozir 7 ga 3 ni qo'shsak, mana yerga 0 yozib, 1 dilda bunga berib 8 deyishimiz kerak. 8 ga 6? 14 ga 4? Ha, bo'lar ekan 7 ham. Tushunlang-a? Faqat bitta shubhalanib olishimiz kerak o'sha yerda. Mana qarang, A teng 7 da 7 ga 3 10, 10 dan 1 dilda bersak 8064. Kim tushunmadi? Tushunlangmi? Raqam o'zgarib ketganini, keyingi xonani o'sha joyiga hushyor bo'lishimiz kerak. Lekin qo'shganimizda to'g'ri kelaverar ekan. Yana nechini olamiz? 8 da olsak 1 dilda beradi, o'zida bitta qoladi. 9 da olsak 1 dilda beradi, o'zida ikkita qoladi. 8 bilan 9 ham bo'lmaydi ekan. Yo'q, 10 ni qo'ya olmaymiz-da, bu yerga raqam qo'yishimiz kerak. Demak, bizda nechta javob bo'ldi? 1 2 3. A teng 1 da, A teng 4 da, A teng 7 da. Tushundingmi? Faqat oxirgacha ishlab ko'ringlar. Hozirgidaqa vaziyat bo'lib qolib, keyingi safar javob o'xshamay qolishi mumkin. Bunga o'xshab 1 dilda beraveradigan. Tushundingmi buni? Keyingisiga o'tamiz. 80. Saksonda aytyapti 23 x 0 y. 23 x 0 y. Mana shu bir butun son bo'lsa va 2 ga qoldiqsiz bo'linsa, 2 ga bo'linar ekan. X va y ning eng katta qiymatini toping. X plus y ni maksimumini toping deyapti. 2 ga bo'linish qoidasi 2 3 x 0 y. Endi qaranglar. Mana shu maksimal chiqishi uchun x ga ham y ga ham maksimal son tanlashim kerakmi? Ha? Oxirgi raqam juft bo'lish kerakmi? Juftlarning eng kattasi 8, y teng 8. Endi men yerga xohlagan son qo'ysam bo'ladimi? 2 ga bo'lish faqat mana bu shart bajariladi, to'g'rimi? X teng ikkalasining yig'indisi 17. 17. Demak, maksimal qiymat bizda 17 bo'lar ekan. Savol yo'qmi? Yaxshi.
Minimal desa 0 bilan 0 ni o'nglar. Tushunarlimi? 0 bo'ladi. Chunki 0 ham 2 ga bo'linadi. 82 mi? 82. A raqamni qanday qiymatlarida shu son 4 ga qoldiqsiz bo'linadi deb. A deyapti, 2 ta A ekan. 3, 5, 7 A degan son bor ekan. 4 ga qoldiqsiz bo'linar ekan. A ni toping gap. Ikkita bir xil son bo'lishi kerak. Nechi? 11 bo'ladimi? 22 chi? 44 bo'ladi. Yo'q, qaranglar. A degani ikkita bir xil raqam degani. 88 bilan 44. Tushunlangmi? 4 ga bo'linish qoidasi oxirgi ikkitasi 4 ga bo'linsa bo'ldimi-da? Shabnam, A ga necha olamiz? Yana? Nimaga? Oxirimi? Yaxshi. 22 bo'ladi. 22 4 ga bo'linadi. Yo'q, 66 chi. Bu ham bo'lmaydi. 44 bilan 88 bo'ldi. Tushundikmi? Shuning uchun A teng 4 deymiz va 8 deymiz. Tushunlanga? Mana 44 bo'lib qolsa, oxirgi ikkita raqamdan iborat bo'lgansan 4 ga bo'linadi. 88 qo'ysak ham 4 ga bo'linadi. Tushunlangmi? Bir xil raqam bo'lsin deganda, masalan 2 ni olsak bo'lmaydi dedik. Bittasiga 2 ni, bittasiga 0 da ola olmaymiz-da. 22 yozishga majbur bo'lib qolamiz. Tushunlang? Bir xil. Savol yo'qmi 82 dan? Yaxshi. 84. To'g'ri bilan 8 olyapmiz. Tushunma. 44 yoki 88. Bitta aying 4 ga teng, keyin 8 ga teng. Hozir nima deding? Savol boshlatdingmi? Ikkita A nimaga 4 bilan 8 olyapmiz? 4 bilan 8 olmayapmiz. 4 qo'ysak ham to'g'ri, 8 qo'ysak ham to'g'ri deyapmiz. E'tiborlimi? 48 demayapmiz. Sen hozir men 48 deb tushundingmi? Ha? Nega ikkita A deyapsiz-da, o'zingiz 48 qo'yapsiz deb tushundingmi? Yo'q, unaqa emas. Bu bitta yechim. Ikkita to'rli. Bu bitta yechim. Ikkita 8li. Tushundingmi? Ikkita javobi bor demoqchiman. E'tibordimi? Yaxshi. 84. X ning qanday qiymatlarida shu 5 xonali tog' son 3 va 5 ga qoldiqsiz bo'linadi debdi. Yaxshi. Tog' son degani tog' bo'lib tugasin degani. Mana shunga ham e'tibor berasizlar. X ning qanday qiymatlarida? 3, 8, X, 4, Y. 3 va 5 ga qoldiqsiz bo'linadi deyapti. X va Y ning qanday qiymatlari? Qaranglar. 3 ga va 5 ga bo'linish kerak ekan. To'g'ri. Oxiriga 0 qo'ysam ham, 5 qo'ysam ham 5 ga bo'linam. Lekin 0 qo'ymayman, sababi nima bo'lsin deyapti? Tog' son bo'lsin deyapti. Ya, 3 ga bo'linsin degan nima bo'pti? 0 bilan tugasa 3 ga bo'linmaydimi? Tog' son bo'lsin degan 0 qo'yma degan. 5 ga bo'linish shartini bajarib bo'ldikmi? Y nima ekan? 5. Y teng 5 ekan. Endi yozamiz. Mana 38 x 4 5 mana. Nima deysan Feruza? Ya, raqamlar yig'ilsin qo'shamiz. 3 ga bo'linsa x ga nima qo'yamiz? Zo'r, faqat 1 mi? 4 7 mana. Shunaqa qiymatlar qo'ysak bo'ladi. Savol yo'qmi bu bo'yicha? Yaxshi. 84 tushungan bo'lsalaring, 86 ga o'tamiz. Hozir buni tushunlaymi rostdan? Nima qilgan? Tog' bo'lsin degani uchun 5 qo'ydik. Bo'lmasa juft bo'lsin desa 0 ham qo'yaverardik. Ha? 5 ga bo'linmay qoladi. 5 ga bo'lish kerak. Shuning 5 ga bo'linsin deyapti. Beshga qoldiqsiz bo'linadi deyapti. Mana 5 ga bo'linadi deyapti. Endi qaranglar. A plus B plus C plus D ning maksimal qiymatini toping. Eng katta qiymatini degan men maksimal deb ketyapman. 5. D ga nima qo'yamiz? 0 qo'ysak ham bo'ladimi? Lekin yig'inda kichkina chiqib qoladi. Maksimal qo'ying. Zo'r. D ga 5 qo'yamiz. Qolganlarigachi? Yo'q. 6, 7, 8. Bizga takrorlanmasin degan gap yo'qmi? Bizga takrorlanmasin degan gap yo'qmi?
Bizga, sen meni eshitmayapsan? Bizga takrorlanmasin degan gap bormi? Yo'q. ABCda F'ga bo'lsa ham farqi yo'q, 9 qo'yaverasan. Takrorlansin desa. Tushundingmi nima degan? Biz o'zimiz takrorlaymiz. Chunki bizda hech qanaqa rad qiluvchi narsa yo'q. Senga haligi ko'rga hassadek hammasini A yozib qo'ysa bilarding-da hammasiga 9 yozishni. Tushundingmi nima demoqchi bo'lgan? Yaxshi. Kim tushunmadi hozir nega 9 yozganmiz ABClarga? Kechagi darsda tushuntirgandim, video darsda. Takrorlanmasin degan rad qiluvchi gap bo'lmasa, olaverasizlar harfi boshqacha bo'lsa ham dedim. Eslanglarmi? Bo'ldi, boshqacha bo'lsa ham oldik. Nima bo'ladi yig'inda? O'zi 27 ku. 33 bo'ladi. 30 32 bo'ladi. Teskarisini aytding, Behruz? 23 deb. Savol yo'qmi bu bo'yicha? Sakson sakkiz. Tohir tushunyapsanmi? Jim o'tiribsan. A va B ning qanday qiymatlarida shu son 45 ga qoldiqsiz bo'linadi. 45 ga bo'linish qoidasi? 45 ga bo'linish qoidasi. 9 Malades, yashang. To'g'rilar qattiq harakat qilyapti. 6-7 lar, uxlayapsizlar. 45 ga bo'linsa deyapti. 45 ga bo'linish qoidasi 5 kara 9 ligidan 5 bilan 9 ni ishlatamiz. Tushundingmi? Oxirgi raqami 5. B teng 5 ligi aniq, to'g'rimi? Endi raqamlar yig'indisini 5 kara 9. endi 5 ni yozib A ni topib olamiz. 5 ga bo'linish qoidasini yozib bo'ldikmi? Endi 9 ga bo'linish qoidasini yozamiz. Xo'p, bunga buni qo'shsak 16. 16 ga 2 zo'r. A teng 2. endi qaranglar. Hozir oxirgi raqam 0 bo'lsa ham 5 ga bo'linadimi? Uni ham yozib ko'rishimiz kerak. Tushundingmi degan? B teng 0 bo'lgan holatini ko'rishimiz kerak. 4A 7 0. A teng 9. Endi 9 ga bo'linish qoidasi. Bunga buni qo'shsak 11 ga 0 11. Nechini qo'ysak 18 bo'ladi? O'sha payt A nima bo'lar ekan? 7. Mana ikkita holatda yechim chiqadi. Tushundingmi yo'qmi hozir nima bo'lgan? Hamma tushundimi? Zo'r. Mana B ga 5 qo'yganimda A ga 2 qo'ysam javob chiqadi. B ga 0 qo'yganimda A ga 7 qo'ysam ham javob chiqadi. Oxirgi misolmi bizda? 90-misol. Necha marta ketma-ket yozilsa hozir bir inson 9 ga olmaydi. Qaranglar. 1010 soni yaxshilab eshitamiz. Bu juda zo'r mantiqiy masala. 1010 soni necha marta ketma-ket yozilsa bu son 9 ga bo'linadi, deyapti. 9 marta. Yo'q. 8 marta. Eng kamida. 9 marta. 3 marta. Xo'p, hozir shuni 3 marta yozsam mana 1010, 1010, 1010 yozsam. 9 marta. Nimaga 9? Oxiriga 90 bo'ladi. Hammasi qo'shib 9 bo'ladi. 9 bo'ladi. O'tir. Chunki sonlar bir qo'y faqat. Shu bilan qo'shsak Ha, rahmat. Rahmat, mana to'ppa-to'g'ri javob berdi. 9 ga bo'linish qoidasi nima edi? Raqamlarni qo'shinglar, 1 ga 0. 1 ga 0, 0 deb o'tiribsizlar ertalabdan beri. 1 ga 0, 1, yana 1. 2, 0 qo'shsak 2 ligicha qoladi. Mana raqamlar yig'indisi necha ekan? 2. 9 ga bo'linish qoidasi raqamlar yig'indisi 9 ga bo'linish kerak. Hozir yana bitta yozsam yig'inda nima bo'ladi? 4. Yana yozsam. 9 dan o'tib ketib qoldikmi? Keyingi 9 ga 9 ni karralisiga boramiz. 18. 2 18 ga aylanish uchun 2 kere necha 18? 9. Demak, shundan necha marta yozamiz? 9 marta yozamiz. Mana. Va hokazo mana 9-inchisi. Tushundikmi? Keyin hammasida 2 degan yechimlar chiqadi. Hammasini qo'shsak 18 bo'ladi. Bu yig'inda 18 bo'lsa, demak bu son 9 ga bo'linadi. Savol yo'q? Yaxshi. Uyga esa shu ishlab kelasizlar. Shuning bilan darsimiz tamom. E'tiborlaringiz uchun rahmat.